Allah Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz dindoshim. Qishning qahraton sovuq kunlarida sizlarning iliq mehringizga 5 yosharlik Asmo qizimiz muhtojdir. Aziz birodarlar, tug'ma paloq sersa bilan tug'ilgan qizimiz tez vaqtning ichida operatsiya qilinishi kerak ekan. Shunga hozir pulimiz yetmay turibdi. 130 ming, 140 ming pul bilan operatsiya bo'lar ekan. Shunga ihsoningizni ayamaysiz. Janob payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek, ihsonning mukofoti faqat ihsondir. Assalomu alaykum el yurt. Men o'zim ikkinchi top maypiman ko'z bo'yicha. Lekin shunday bo'lsa ham hech qachon el yurtdan, odamlardan yordam so'ramay shukr qilib yashaganmiz. Baxtga qarshi shu 5 yashar qizim tug'ilganda yurak paruq sersa bilan tug'ilgan. Biroq biz tuzalib ketadi, bitib ketadi deb shunday umid qilib yurdik. Biroq operatsiya qilish kerak ekan, srochna. Uni chet eldan kelgan vrachlar qilar ekan. Shunga yordam so'rab sizlarga qayrilyapman. Qo'lingizdan kelsa Alloh yo'lida shu qizimga operatsiyasiga ozmoz yetmayapti. 130 ming, 140 mingdek pul bo'lish kerak ekan. Ko'p kerak emas menga. Shu bolam operatsiyasiga pul bo'lsa bo'ldi. Yordam berishlarini so'rayman. M-bank nomerim 552 22 53 27. Berganlarga Alloh rozi bo'lsin. Meni to'g'ri qabul qilasizlar.